Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Samarqand iqtisodiyot va servis instituti iqtisodiyot fakulteti real iqtisodiyot kafedrasi professori Shodiyeva Gulnora Mardiyevna bugun siz bilan asosan monopoliya va bozorni tartibga solinishi mavzusida ma'ruzamizni olib boramiz. Bizga ma'lumki, mana shu mavzu mikroiqtisodiyot va ishlab chiqarishni tashkil etish fanining eng muhim mavzularidan biri hisoblanadi. Chunki bozor iqtisodiyotini tushunish eng avvalo bozorda qaysi ishtirokchilar faoliyat yuritishi, ular qanday qaror qabul qilishi, raqobat qay darajada kechishi va nima sababdan ayrim holatlarda davlat aralashuvi zarur bo'lib qolishini bilish lozim bo'ladi. Bozor iqtisodiyoti nazariy jihatdan erkin raqobatga asoslanadi. Ya'ni ishlab chiqaruvchilar qanchalik ko'p bo'ladi, iste'molchilar tanlov imkoniyatiga ega bo'ladi va narxlar talab va taklif ta'sirida shakllanadi. Lekin amaliyotga biza nazar tashlaydigan bo'lsak, barcha bozorlar ham bir xil emasligini ko'ramiz. Ayrim bozorlarda juda ko'p firmalar qatnashadi. Boshqa bir bozorlarda esa bir yoki bir nechta yirik kompaniyalar ustunlik qiladi. Ana shu holatlar asosan turli bozorlar tuzilmalari sifatida o'rganiladi va shu sababli biz bugungi darsimizda nafaqat monopoliya tushunchasini, balki uni kelib chiqish sabablarini, raqobat bilan farqi, bozor samaradorligi ta'siri, davlat tomonidan qanday tartibga solinishini ham ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimizda biz bir nechta mantiqiy qismlardan tashkil topgan. Shularni masalan, avvalo biz firma nazariyasini haqida gaplashamiz. Uni sababi bozor aynan firmalar ishlab chiqaradi va sotadi, raqobat qiladi va faoliyat olishga intiladi. Shundan keyin biz firma nazariyasini tarixiy rivojlanishiga qisqacha to'xtalamiz. Bu bizda iqtisodchilar firma faoliyatini vaqt o'tishi bilan qanday tushuntirib borganini aniqlashga yordam beradi. Keyingi qismda esa biz Kios modelini va agentlik nazariyasi bilan tanishamiz. Bu yondashuvlar firmaga oddiy ishlab chiqaruvchi birlik sifatida emas, balki ichki manfaatlar, shartnomalar va boshqaruv tizimlari majmui sifatida qaraydi. Undan so'ng biz bozorni asosiy turlari mukammal raqobat, monopolistik raqobat nazariyalari, oligopoliya, monopoliyalar haqida so'z yuritamiz. So'nggi bosqichda esa samaradorlik, ijtimoiy farovonlikni sof yo'qotish va davlatni antimonopol siyosati masalalarini birgalikda ko'ramiz. Demak, bugungi darsimiz nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham juda muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Endi firmani o'ziga to'xtalamiz. Chunki iqtisodiyotda firma bu ishlab chiqarish omillarini birlashtirib, tovar yoki xizmat yaratadigan xo'jalik yurituvchi subyekt bo'lib hisoblanadi. Oddiyroq aytganda, firma bu bozor uchun mahsulot ishlab chiqaradigan va uni sotish orqali daromad oladigan tashkilot bo'lib hisoblanadi. Neoklassik iqtisodiyot nazariyasida firma iqtisodiyotni markaziy subyekti hisoblanadi. Sababi aynan firma resurslarni ishga soladi, xodimlarni yollaydi, mahsulot yaratadi, bozor taklifini shakllantiradi. Neoklassik iqtisodchilarga ko'ra firmani asosiy maqsadi foydani maksimal qilish bo'lib hisoblanadi. Bu juda muhim nuqta, chunki firma har qanday qarorni shunchaki ishlab chiqarish uchun emas, balki iqtisodiy manfaat nuqtai nazaridan qabul qiladi. Masalan, firma
asosan qancha ishlab chiqarsam eng foydali bo'ladi, narxni qanday belgilasam daromad ko'proq bo'ladi yoki xarajatni qanday kamaytirsam raqobatbardosh bo'laman. Ya'ni neoklassik yondashuvda firma ratsional iqtisodiy agent deb qaraladi. Ya'ni u har bir qarorni hisob-kitob asosida qabul qiladi. Bu yerda muhim qoida bor. Chekli daromad chekli xarajatga teng bo'ladigan nuqta, ya'ni firmaning eng maqbul nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Bu asosan iqtisodiy tahlildan ham qaraydigan bo'lsak, demak, firmani demak chekli daromadi uni chekli xarajatiga teng bo'ladi. Shu orqali foydalanadi. Yana mana bu yerda mana formulani ko'rib turibsiz slaydda. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, firma yana bir birlik mahsulot ishlab chiqarganda u keltiradigan qo'shimcha daromad uni ishlab chiqarish uchun ketadigan qo'shimcha xarajatga teng bo'lsa, shu yerda firma eng to'g'ri qaror qabul qilgan bo'ladi deb hisoblanadi. Endi biz firmani ga oid qarashlar tarixiga nazar tashlaymiz. Ya'ni bilamizki, iqtisodiy fikr tarixida firma tushunchasi birdaniga bugungi darajaga kelmagan, u uzoq yillarda davomida rivojlanib borgan. Birinchi bosqichda, ya'ni klassik iqtisodiy maktab davrida Adam Smit juda muhim g'oyani ilgari surdi. U ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga mehnat taqsimotini rolini ko'rsatdi. Bu shuni anglatadiki, bir murakkab jarayon bir nechta kichik vazifalarga bo'linadi. Unda unumdorlik oshadi. Keyinchalik Alfred Marshall firma nazariyasiga marjinal tahlilni olib kirdi. U qisqa muddat va uzoq muddatda farqini, talab va taklif o'rtasidagi munosabatni va narx shakllanishini ancha tizimli tushuntiradi. 20-asr boshlarida Frank Knight iqtisodiy faoliyatdagi xavf va noaniqlikni tahlil qildi va bu juda muhim edi. Sababi bu noaniqlik bu jarayonda amaliy hayotda firmalar doimo ham aniq sharoitda emas, balki noaniqlik sharoiti ostida ham ayrim payti qaror qabul qilishga to'g'ri keladi. Endi mana 30-yillarga keladigan bo'lsak, iqtisodiy nazariyada bu juda katta burilish yuz berdi. Buni hammamiz bilamiz. Iqtisodiyot nazariyasi, mikroiqtisodiyot, makroiqtisodiyot fanlaridan biz bularni hammasini ko'rib borganmiz. Chunki Edward Chamberlain va Joan Robinson real bozorlarda mukammal raqobat juda kam uchrashini asoslab berdilar. Shundan keyin nomukammal raqobat nazariyasi rivojlandi. Demak, tarixiy rivojlanish shuni ko'rsatadiki, firma haqidagi qarashlar oddiy ishlab chiqaruvchi birlik tushunchalaridan murakkab boshqaruv, bozor strategiyasiga ega iqtisodiy tizim darajasigacha rivojlangan bo'lib hisoblanadi. Endi biz neoklassik modelni ichki asoslarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni neoklassik nazariyada firmani faoliyati ishlab chiqarish funksiyasi orqali tushuntiriladi. Bu funksiya o'sha resurslar bilan tayyor mahsulotlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Masalan, agar firmada mehnat ko'paysa, kapital ko'paysa, texnologiya yaxshilansa, unda ishlab chiqarish hajmi ham ortishi mumkin. Bu yerda iqtisodchilar ikkita muhim davrni ajratadi: qisqa muddatli davr va uzoq muddatli davr. Qisqa muddatli davrda ayrim omillar o'zgarmas bo'ladi. Masalan, zavod binosi, uskunalar soni yoki maydon hajmi tez o'zgarmaydi. Shuning uchun firma ishlab chiqarish hajmini qisman, asosan mehnat yoki xomashyo hajmi orqali boshqaradi. Uzoq muddatli davrda esa barcha omillar o'zgarishi mumkin. Yangi uskuna olishi,
quvvatini kengaytirishi, yangi texnologiya joriy qilinishi mumkin, bozor strategiyasi o'zgarishi mumkin. Shuning uchun uzoq muddatli tahlil o'sha firmani strategik qarorlarini tushunishda muhim rol o'ynaydi. Bu yerda yana bir muhim masala bor. Neoklassik model o'sha bozor tuzilmalarini ham taqqoslaydi. Bir tomonda mukammal raqobat, ikkinchi tomonda esa monopoliya. Ular o'rtasida esa oraliq shakllar mavjud. Uni biz mana quyidagi slaydlarimizda ham ko'rishimiz mumkin. Endi zamonaviy yondashuvlardan biriga qaraydigan bo'lsak, bu albatta kiosk modeli ga o'tamiz. Ya'ni bu yerda bilamizki, Ronald Kiosh shunday savol qo'ygan: agar bozor mexanizmini juda samarali bo'lsa, unda nima uchun firmalar umuman mavjud? Nima uchun barcha operatsiyalar shunchaki bozor orqali emas, aynan tashkilot ichida amalga oshiriladi? Mana shu savolga javob sifatida Coors firmani shunchalik ishlab chiqarish joyi emas, balki muayyan iqtisodiy munosabatlarni ichki tarzda tashkil etuvchi institut deb qaraydi. Ya'ni firma borligi sababli ham bozor orqali barcha ishni alohida bajarish juda qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun ham ba'zi operatsiyalar tashkilot ichida qilinishi arzonroq va samaraliroq bo'ladi. Shuning uchun ham bu model firma nazariyasini yangi bosqichga olib chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni bu yondashuvlarga ko'ra firma yagona sodda subyekt emas, u aslida turli manfaatdor tomonlar o'rtasidagi shartnomalar majmui bo'lib hisoblanadi. Firma ichida asosan quyidagi ishtirokchilar mavjud bo'ladi, ya'ni aksiyadorlar, menejerlar, xodimlar, kreditorlar, yetkazib beradiganlar, xaridorlar va davlat organlari. Ularning har biri firmadan ma'lum manfaatdor. Shuning uchun ham aksiyador foyda kutadi, xodim ish haqi, barqarorlik kutadi, albatta mijoz esa sifatli mahsulot kutadi, davlat esa soliqlar va qonunlarga rioya qilinishini kutadi. Shuning uchun ham firmani to'g'ri tushunish, uni aytaylik faqat ishlab chiqarishga qarash yetarli emas, uni ichki munosabatlari, nazorat tizimi, axborot almashinuvi va manfaatlar muvozanati ham muhim bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham bu yerda tranzaksion xarajatlar tushunchasiga katta ahamiyat qaratiladi. Masalan, bu xarajatlar bozorda bitim tuzish bilan birga bog'liq bo'lgan sarf xarajatlar bo'lib hisoblanadi. Masalan, kerakli ma'lumotlarni topish, muzokaralar olib borish xarajatlari, shartnomalar tayyorlash, shu bilan birgalikda nazorat va tekshiruv xarajatlarini o'z ichiga oladi. Agar firma ushbu jarayonlarni ichki tizim orqali soddalashtirsa, u albatta bozorga nisbatan tejamkorroq bo'lib ishlaydi. Endi biz agentlik nazariyasiga e'tiborimizni qaratamiz. Bu yerda zamonaviy yirik kompaniyalarda ko'pincha mulk egalari bilan boshqaruvchilar bir xil shaxs bo'lmaydi. Masalan, aksiyadorlar kompaniya egasi bo'lishi mumkin, ammo kundalik boshqaruv esa professional menejerlar olib boradi. Bu yerda biz ikkita tushuncha, prinsipial va agent, ya'ni mulkdor va boshqaruvchi sifatida ko'ramiz. Muammo shundaki, bu yerda agent har doim ham aytaylik mulkdor manfaatini uchun ishlamasligi mumkin. Masalan, menejer kompaniyani uzoq muddatli foydasi o'rniga o'zini qisqa muddatli manfaatini ko'zlashi mumkin. Bu holat agentlik muammosi deyiladi. Bu nazariyada bir nechta asosiy tushunchalar bor. Birinchi tushuncha bu axborot simmetriyasi deyiladi. Ikkinchisi bu moral hazard, ya'ni ma'naviy xavf, va uchinchi tushuncha bu adverse selection, ya'ni salbiy tanlov deb ataladi. Ushbu sababli ham zamonaviy firma samaradorligi faqatgina texnologiyaga emas, balki boshqaruv sifatiga ham bog'liq bo'ladi. Endi agentlik muammosini kamaytirish uchun firmalarda korporativ boshqaruv tizimi albatta shakllantiriladi. Biz bilamiz, bu haqida
biz keyingi mavzularimizda ham gaplashamiz. Ya'ni korporativ boshqaruv bu firmani shaffof nazorat ostida manfaatlariga muvozanatiga asoslangan holda boshqariladigan tizim bo'lib hisoblanadi. Bu yerda aytaylik, mana hozirgi davrga qaraydigan bo'lsak, firmalar faoliyatida baho berishda faqat foyda ko'rsatkichi yetarli deb hisoblanmaydi. Endilikda kompaniyalardan ekologik, ijtimoiy va boshqaruv nuqtai nazaridan ham mas'uliyat talab qilinadi. Bu yerda masalan ESG, ya'ni Environmental, Social and Governance boshqaruv sifati. Bu nima degani? Bu asosan kompaniya tabiatga zararni kamaytirish kerak, xodimlarga munosib sharoit yaratish kerak. Shu bilan yana bir qatorda bitta tushuncha borki, mana shu boshqaruvda halollik va shaffoflikni ta'minlash kerak va shu bilan birga yana CSR, ya'ni korporativ ijtimoiy mas'uliyat. Bu ham kompaniya faqat daromad olishi emas, balki jamiyat oldidagi mas'uliyatni ham bajarishi lozim bo'lib hisoblanadi. Endi biz firmadan bozor darajasiga o'tamiz. Ya'ni bozor tahlilida eng muhim masalalardan biri bozorda nechta firma borligi. To'g'rimi? Shu bilan birga mahsulotlar qanchalik farqlanishi, firmalar narxga ta'sir qila olishi yoki yo'qmi, unga e'tibor qaratilishi kerak. Iqtisodiy nazariya bozorda 4 ta asosiy shaklga ajratiladi: mukammal raqobat, monopolistik, oligopolistik va monopoliya. Bu taqsim juda ham muhim, chunki har bir bozor shaklida firmalarning xulq-atvori, narxni shakllanishi, foyda olish imkoniyati va jamiyat farovonligi albatta turlicha bo'ladi. Agar mana mukammal raqobatga qaraydigan bo'lsak, bu iqtisodiyot nazariyada ideal model hisoblanadi. Bu bozorda juda ko'p sotuvchilar bo'ladi, juda ko'p xaridorlar bo'ladi, mahsulotlar bir xil bo'ladi, barcha ishtirokchilar to'liq axborotga ega bo'ladi, bozorga kirish va chiqish albatta erkin bo'ladi. Bu sharoitda ham hech kim firmaning narxini o'zicha o'zgartira olmaydi, chunki uni ulushi juda ham kichik bo'ladi. Shuning uchun ham bunday firma narx qabul qiluvchi, ya'ni price taker bo'lib hisoblanadi. Mukammal raqobatni afzalligi shundaki, bu yerda resurslar samarali taqsimlanadi, uzoq muddatda ortiqcha foyda saqlanib qolmaydi, chunki yangi firmalar bozorga kirib keladi. Shu sababli ham iqtisodchilar mukammal raqobatni jamiyat farovonligini baholashda etalon model sifatida qabul qilishadi. Endi amaliyotda biz qaraydigan bo'lsak, ko'p bozorlarda mukammal raqobat emas, balki nomukammal raqobat shakllari ham uchrab turadi. Demak, nima uchun? Chunki real hayotda mahsulotlar bir xil emas, firmalar quvvati turlicha, reklama va brendlar ham muhim, bozorga kirish to'siqlari mavjud bo'lishi mumkin. Nomukammal raqobatni asosiy shakllari monopolistik raqobat, oligopoliya va monopoliyalar bo'lib hisoblanadi. Endi bilasiz, monopolistik raqobatda firmalar ko'p bo'ladi, ammo mahsulotlarda farq bo'lmaydi. Oligopoliyada bozorda kam sonli yirik firmalar hukmronlik qilishadi. Monopoliyada esa yagona ishlab chiqaruvchi ustunlik qiladi. Bu yerda biz Chamberlain va Robinsonning xizmati katta. Ular real bozorlarda raqobatni turli shakllarda namoyon bo'lishlarini ko'rsatib berishgan. Endi biz bozor tuzilmalari nima uchun muhim ekanligini tushunamiz. Aslida bozor tuzilmalari shunchalik firmalar soni bilan emas, balki jamiyat farovonligiga ta'siri bilan ham farqlanadi. Iqtisodiy tahlilda ikkita samaradorlik tushunchasi bor. Birinchisi ishlab chiqarish samaradorligi, ikkinchisi esa taqsimot samaradorligi. Ishlab chiqarish bu yerda resurslardan eng kam xarajat bilan foydalanishni anglatsa, taqsimot esa bu jamiyat ehtiyojlariga mos va to'g'ri yo'nalishda mahsulot ishlab chiqarishni bildiradi. Shuning uchun ham bozorni qaysi shaklida, narx qanday bo'lishi, ishlab chiqarish qanday bo'lishi, iste'molchi qanchalik manfaat ko'rishi juda muhim masala bo'lib hisoblanadi. Endi biz mana bu slaydda qaraydigan bo'lsangiz, ijtimoiy farovonlikni tushuntirish uchun yana bir nechta muhim tushunchalarni
ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchidan ishlab chiqarish samaradorligi shuni bildiradiki, firma mavjud resurslardan maksimal natija oladi yoki mahsulotga eng arzon xarajat bilan ishlab chiqadi. Taqsimot samaradorligi esa narx chekka xarajatga teng bo'lishgan bo'ladi. Bu holatni bildiradi. Bu sharoitda jamiyat resurslari eng maqbul yo'nalishda ishlatiladi. Ijtimoiy farovonlik esa iste'mol va ishlab chiqaruvchi manfaatlarini yig'indisini tashkil etadi. Bu yerda mukammal raqobatda, ya'ni narx chekka xarajatga maksimal xarajatga teng bo'lishi kerak, xarajatga yaqin bo'ladi, ishlab chiqarish hajmi yuqori bo'ladi, iste'molchi manfaati esa katta bo'ladi. Shuning uchun ham mukammal raqobat farovonlikni maksimallashtiruvchi holat sifatida qaraladi. Endi biz siz bilan monopoliyani shu mezonlar asosida ko'rib chiqamiz va monopoliyada bozorda yagona ishlab chiqaruvchi bo'ladi. U mahsulot hajmini kamaytirib, narxni yuqoriroq darajada belgilashi mumkin. Bu nimaga olib keladi? Bu albatta birinchi navbatda iste'molchi ko'proq to'laydi. Ikkinchidan, mahsulot kamroq ishlab chiqariladi. Uchinchidan, jamiyat uchun foydali bo'lgan ayrim bitimlar umuman amalga oshmay qoladi. Ana shunday yo'qotish iqtisodiy nazariyada dead weight loss, ya'ni sof farovonlikni yo'qotish deb ataladi. Sodda tushuntirganda esa monopoliya faqatgina daromadni iste'molchilardan ishlab chiqaruvchiga o'tkazishib qo'ymaydi, balki umuman jamiyat boyligini ma'lum qismini ham yo'qotadi. Bundan tashqari, raqobat bosimi yo'qligi sababli monopol firma samaradorlikni oshirishga unchalik qiziqmasligi mumkin. Bu holat eks samaradorlik ham deb tushuntiriladi. Ammo biz bilamizki, real iqtisodiyotda ko'p bozorlar sof monopoliya yoki sof mukammal raqobat shaklida emas, ular ko'pincha oraliq holatda bo'ladi. Ana shunday holatlardan biri monopolistik raqobat deb ataladi. Masalan, bozor shaklini tushunish juda ham muhim, chunki kundalik hayotda ko'p mahsulotlar, xizmatlar aynan shu bozorda sotiladi. Masalan, kafe va restoranlar, kiyim-kechak do'konlari, kosmetika mahsulotlari, xususiy ta'lim xizmatlari, mehmonxona va servis xizmatlari. Bu sohalarda firmalar ko'p, lekin har bir mahsuloti yoki xizmatiga ma'lum darajada o'ziga xoslik beradi. Endi biz monopolistik raqobatda qaraydigan bo'lsak, bu yerda monopolistik raqobatda albatta bozorga ko'plab firmalar bo'ladi dedik. Mahsulotlar diversifikatsiyalashgan bo'ladi. Firmalar narxga nisbatan ta'sir qila olmaydi. Reklama, servis va brend muhim rol o'ynaydi. Bu yerda faqat narx orqali emas, balki sifat, dizayn, joylashuv, xizmat ko'rsatish, brend imiji orqali amalga oshadi. Qisqa muddatda firma foyda olishi mumkin, lekin uzoq muddatda agar bozorga kirishini nisbatan erkin bo'lsa, yangi raqobatchilar kirib keladi va ortiqcha foyda kamayadi. Shu bilan birga monopolistik raqobatda ham ma'lum darajada samarasizlik saqlanib qoladi. Endi biz hurmatli tinglovchilar, mana mavzuyimiz doirasida bir qancha yangi tushunchalarni, atamalarni umumlashtirdik va ko'rib chiqdik. Firma tushunchasi, agentlik nazariyasi, axborot asimetriyasi, mukammal raqobat, monopoliya va mana bir qancha aytaylik, mana formulalarni ko'ryapsiz. Albatta bularni siz takrorlab olishingiz lozim bo'ladi. Endi mana shu darsimizni biz umumiy xulosa bilan yakunlaymiz. Bugungi mavzuda biz avvalo firma nima ekanligini neoklassik nazariyada va u qanday tushuntirilishini ko'rdik. Shundan keyin biz firma nazariyasini tarixiy rivojlanishiga to'xtaldik. Deylik, Coase modeli orqali firmani ichki tuzilishi, tranzaksion xarajatlar mohiyatini tushundik. Agentlik nazariyasi orqali esa mulkdor va boshqaruvchi o'rtasidagi manfaatlar ziddiyatini ko'rib chiqdik. Shundan so'ng bozorlar tuzilmalariga o'tdik. Eng asosiy xulosa shuki, mukammal raqobat
jamiyat farovonligi uchun eng qulay nazariy model hisoblanadi. Monopoliya esa narxlarni oshirib, ishlab chiqarishni kamaytiradi va jamiyatda sof yo'qotishni keltirib chiqadi. Shuning uchun ham davlatni antimonopol siyosati, bozorni tartibga solish mexanizmlari zarur bo'ladi. Shu o'rinda siz quyidagi savollarni mustaqil o'ylab ko'rishingiz mumkin. Mana slaydda ko'rib turibsiz. Va albatta, hurmatli talabalar, bugungi mavzu bozor iqtisodiyotini chuqur tushunishi, shu bilan birga aytaylik, uni asosiy nazariya poydevorlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Siz bu mavzuni puxta o'zlashtirishingiz keyingi mavzularda o'rganishga sizga katta yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling.